2 kun oldin mashxonani balandligi necha razmer degan video qo'ygandim. Topgan va topmagan insonlar bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz nima maqsadda qo'yganimni aytib o'taman. Hozir sizlar bilan birgalikda xonani bo'yini balandligini o'lchaymiz. Mana xonamizning bo'yini balandligi. Aynan mana shu razmer xonani har bitta burchagidan o'lchaganingizda ham shunaqa razmer chiqyapti. Bu bilan nima demoqchiman? Bu yerda ishlagan ustalar, steshkachi ustalar ham yoki plitani qo'ygan ustalar yoki rigl kolonnalarni qo'ygan ustalar ham o'z ishini ustalari ekan va hammasi o'zini ishini akkuratniy qilib ketgan. Kimdir meni orqamdan kelib to'g'rilab ketadi-ku degan fikr bo'lmagan. Shuning uchun ham bu videoni qo'ygandim. Steshka ham akkuratniy qo'yilgan, plitalar ham akkuratniy qilib yotqizilgan. Agarda hamma shunaqa o'zini ishini chiroyli qilib ketadigan bo'lsa, malyar uni orqasidan kelib hech qachon to'g'rilamaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Yaxshi qo'li gul ustalarga jo'natib qo'yinglar.